Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan amerikanskiy uy tanlashga ketamiz. Oldinlar amakimlar bilan birga o'tirardik. O'zi amakimlar O'zbekistonga ketyaptilar. Biz ko'chyapmiz boshqa uyga. Mana bitta uy. Juda zo'r, juda katta. Oyiga 4000, no bu yerda Amerika down payment bor. 3 oylikni bir qilib berasizlar. Mana. Xullas mana kattaligi juda zo'r. Juda chiroyli, akkuratni. Agar bu yerda Amerikada agar ana bu o'tlarni olmasalaringiz shtraf qiladi. Mana bu kirishi, uyni buni qaranglar. Shunday yurib ketasizlar, kirasizlar. Lekin 2 etaj zo'r, juda katta, amerikanskiy polni ko'cha, maktabi ham zo'r. Xullas uyni o'rtasi siri. Pianinosi bor, polni mehmonxona bu yerda. Ichkarisi, orqasi. Buni qaranglar. Xullas bu oshxonasi, oq polni mebellari. O'tiradigan joyi bor. Bu yerda buni living roomdan bu yerga kirasizlar. Mana orqasi. Mana ikkinchi mehmonxonasi. Bu küçük cüzman bilan jura. Maysiri. Xullas mana tualeti, kichkina ekan. Mana ikkinchi uyi. Mana yuqorisi. Mana bu ikkinchi etaj. Bu yerda tualet shu. Bu yerda yana uy, bu yerda yana uy. Bu yerda yana bitta uy zo'r ekan, mana bunisi menga yoqdi. Keyin mana bunisi, mana bitta yana uy. Mana bu pianino ham shu yerda qolar ekan, ishoninglar. Prям вообще. Xullas uyni ko'rdik, вообще zo'r. Prям dahshat katta. Xullas o'zi ikkinchi uy ko'rishga boryapmiz. Qani ketdik men bilan birga. Mana uyni ko'rinishi kattagina. Ular o'zbeklar uyi ekan. O'zbekistonga ketganlar, yo'q pulni bo'ylanib ko'chasi menimcha. Kirish, mana bu yer hol, u yerda oshxona, u yerda yana bitta oshxona bor. Mana bu yerda bitta oshxona. Bu yerda orqa tomon. Mana bitta o. Bu yerda bitta uy. Kimdir kelib bo'shab beradi-da, hech kim hozir yashamayapti. Bu da uy просто. Mana bu yerda bitta uy. Bu yerda closet, menimcha, da u кто-то необычный, menimcha. Xullas. Qasakat. Uyni orqasi, menimcha bu yerdan chiqib bo'ladi. Mana, xullas shunaqa.